Alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchang biznesmen shug'ullanaman va daromad qilaman. Quyosh botishini qaranglar. Akalar, Alloh sinovdamiz. Biz sinov uchun yaralganmiz-ku. Shunaqangi sinov Alloh bugun shunaqangi sinovlar berdi. Mana shu quyosh botayotgan oldida uycha ko'rinyapti, xonacha ko'rinyapti. Shu yerda bitta ko'prik bor. Xullas, men bu yoqdan kelyapman, Koson tarafdan kelyapman. Kosondan shogirddan yuk olib topshiryapmiz 27-baraktırda egasida. Qanday? Nimaga unday deyapman? Bu kuchuk kelib qoldi-da, shu joyda. Bitta narsa tushuntirib beraman. Rajab ota fermer xo'jaligi, keyin yana bitta fermer xo'jaligiga xullas yuk olib kelganmiz. Yuk boya hozir oldin 4 tonna 790 kilo yuk bilan 4 tonna 790 kilo yuk bilan mana shu ko'chadan mana g'isht narigi betidan o'tganman. O'tib nariga kanal mana xumdonni orqasida anavi xullas yo'l bor. Mana ketgan yo'l bor, eski ketgan yo'l bor. Shu yerda bitta turba tashalgan, men oldin nima bo'lsa tashalgan. Xullas tagiga o'pirilib ketgan ekan. Yo'l lekin mana shunday tekis bo'lib turibdi. 4 tonna 790 kilo yuk bilan chiqdim. Boya bundan oldingi resimda kelganman. Mashin shunaqasiga balon, lukka mana shu balon kirib ketdi. Mana shu balon lukka kirib ketdi. Propan balon osilib qoldi, kardan tegdi. Ag'darildi mashin deb o'yladim. Halam ana shu yerda mana shu burchak ushlab qoldi-da, xullas. Burchak ushlab qoldi. Mana shu kuchukdan qo'rqyapman-da, zanjiri bor ekan, uzilib ketdi. Juda katta kuchuk ekan. Menimcha egalarining xabari yo'q. Mashinda orqasida yuk bor, yuk mana. Hozirgi yuk 4 tonna 433 kilo yuk bilan kelganman. Balonni ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Xullas mashin osilib qoldi shaqa. Mashinga o'tirayin, tinchgina o'tirsam. Mashin osilib qoldi. Peshada bir aka kelyapti mana yo'ldan. O'sha tarafda Xundondan keyin 150 metr nariyoqda. Baraka topsin, umri uzoq bo'lsin mana shu yerdagi xalqini, fermer akani ham umri uzoq bo'lsin. Rajab ota fermer xo'jaligiga keldik. Kelgan paytim. Keldik, qolib ketdi mashin, bir taraf osilib qoldi. Yuk og'ir. Fermerning dalasi 2,5 gektar, 2,5 kilometr nariyoqda turgan ekan. Xullas, fermerga aytdim, aka, bitta teleskga chaqiring, traktor chaqiring. Berkitga qilmasak bu yuk bilan chiqib keta olmayman. Kardan tekkan, propan balon tegib turibdi yerda, kuzovda yerga tegib turibdi bir tarafi. Degandan keyin xo'p kadetda chaqirdilar. Shu yerda yo'l yopilib qoldi, men botganimdan keyin yo'l yopilib qoldi. Keyin traktorga, teleskaga yukda 4 tonna 790 kilo yukda perkitga qildik. 122 kilo skitga berilgan, o'zi 4 tonna 600 qanchadirda, xullas. Olmish qanchami, 70 qancha yuk berishimiz kerak, pul shunga yarasha shartnoma bo'lgan. Berdik, yukni o'tkazdik, keyin traktor bir tortdi, mashinani chiqarib oldim. Va yana hozir yuk ortib keldim. Mana hozir xudo xolasa soat 7 dan, kechqurungi 7 dan 7 ta o'tdi, 19:07. Keyin ikkinchi reys yukni ortib kelyapman. Nariyoqda mana adirliklarda ichida yo'l bor ekan. Lokatsiya bilasizlar, yaqin yo'lni ko'rsatadi. Men Surxondaryodanman, Qashqadaryoda yuribman. Kelib shunchalik yomon yo'l, gazel yaxshi mashin ekan, zo'r mashin ekan. Olganimga shukr, shu mashinani olganim, Alloh shuni menga ravo ko'rganiga. Shu yo'llardan mashin shu yuk bilan o'tib keldim. Kelsam narigi tarafdagi ko'prik buzilgan. Yana izimga qaytib kelib, mana bu uburduq yerda chas bor ekan, chasni ichi bilan o'tib, mana uni orqasidan chiqib keldim. Chiqib kelsam boyagi kelgan yo'lim ekanda, faqat lokatsiyaning 1 kilometr yaqin bo'lgan, nariyoqda ko'rsatganda. Keyin fermer akaga, hozirga yuk beradigan akaga telefon qildim. Bobojon, men boya shu yerga o'tdim, Rajab otaga.
Mashina o'tib baloni qolib ketdi. Shunaqa perkitga bo'ldi. Bo'lgan voqeani aytib berdim. Bojon, men dalangizgacha olib borib beraman deb va'da berganman. Mana shu yerdan 1 kilometr 300 dan keyin yuk berishim kerak. Shunga nima qilamiz baba? Men kira olmayman, yana botib qolaman. Yana tagi o'pirilgan, yukim og'ir. Qolib ketsam keyin telishka bilan chiqib kelasizmi? Mayli, o'tishga harakat qilaman. Hali ham boya mashina ag'darilib ketmadi, ag'darilib ketadi deb qo'rquvdim. Desam, balam shaqa turib turing, o'sha Xumdonni oldiga turib turing, hozir chiqib boramiz traktor bilan. Va ana unga traktorga telishkani qo'shadi, hozir boramiz bolalar bilan, machalar bilan boramiz dedi. Umr uzoq bo'lsin. Rahmat. Hozir kelyapti, shu kishini kutib o'tiribman. Mashinning yuki, hozirgi yuk 4 tonna 433 kilo, 100 kilo skidga 4 tonna 333 kiloga yuk beriladi. Obshiq hisobda 8,5 tonna yuk berishim kerak. Qolgan yukni ertaga olib beraman. Bugungi chisloni aytaymi sizlarga. Men boyagi videolarimiz kechikib qo'yilyapti. Hozirgi chisda 13-aprel soat 7 dan 9 minut o'tdi kechqurungi payt. Hol video undan oldin qo'yilmagan video bor. Qarshi shaharda videosi. Uni qo'yib beraman, ko'rasizlar nasib bo'lsa. Shunaqa akalar, imkon darajasida men oldin ham aytganman, qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Qo'limdan kelgancha 4 tonna 300 kilo yukdan menga qoladigan pul 430 ming pul qoladi o'zi. 100 so'mdan. Yo'q, 100 so'mdan hisoblasak 433 ming pul qoladi. Lekin 433 ming uchun 300 millionlik mashinani ag'darib qo'yishimga sal qoldi. Bu nima uchun? Bu narsadan men norozi emasman. Alloh bergan har bir kuniga, ko'zimiz ko'rayotganiga, yurgan turganimizga shukr. Rahmat. Allohga behisob shukr. Men harakat qilyapman qo'limdan kelgancha. Faqat duo qilaylik. Nasib bo'lsa bu narsalar o'tkinchi. Men fermerga va'da berganim, biz bilan shartnoma qilish uchun ko'pchilik har xil narsalar tavsiya beryapti-ku. Shu fermer bilan normalniy gaplashish uchun o'sha unda gruppada, Qashqadaryo gruppasida aytganman, dalangizni boshigacha olib borib beraman deb. Xudo xolasa mana nasib bo'lsa dalasini boshigacha olib bormoqchi edik, 1 kilometr 300 qoldi, qolib ketdik, bora olmadik. Mana bundan oldingi, bugun bozor kun, bundan oldingi yukni mana skochlangan, o'sha ism familiya yozilgan fermerdan namuna olib, Xudo xolasa nasib bo'lsa ertaga dushanba kuni topshiraman qishloq xo'jaligiga. Men hali Qarshidaman. Qarshiga qishloq xo'jaligiga topshirib yukni beraman nasib bo'lsa. Namunani beraman, erta kechqurun javobi chiqadi. Shunaqa qilib ishlayapmiz akalar. To'g'ri aytishlaringiz mumkin, kimdir musofirda qor kuryapti, musofirda donchda ishlayapti deb. Alloh bergan rizqni teramiz bu dunyoda. Men ham harakat qilyapman qo'limdan kelgancha. Men norozi emasman bergan kunidan, yegan ovqatimdan, yurish turishimdan. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Xudo xolasa shu botib qo'ygan videosi ham bor, 15 sekundlik. Uni ham qo'yaman, uni ham ko'rasizlar nasib bo'lsa. Shunaqa gaplar akalar, jigarlar, meni shogirdlarim. Qo'llab-quvvatlab duo qilib turaylik, inshaalloh Xudo xolasa yuzimiz yorug' bo'lib, bundan-da yaxshi natijalarga erishib, bir-birimiz bilan yaxshi kayfiyatda uchrashishni nasib etsin. Hamma shogirdimizdan shu yuklarini olib, topshirib, xursand qilishlik nasib etsin Xudo xolasa. Duo qilasizlar akalar, Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Sog' bo'lamiz jigarlar, rahmat.